Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugungi videomizda biz turli xil TNTlarni portlatamiz. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, kanalga obuna bo'linglar. Like bosinglar va bizni kuzatishda davom etinglar. Qani bo'lmasam birinchi dinamitimiz bitta blok portlar. Bu bo'lmas ekan. Tavsiya etmayman. Qani ko'proq portlatib qo'yamiz. Bu bular teleport ham qilar ekan. Narigisiga o'tmas ekan, lekin bir marta portlatganda Xullas, narigisiga o'tdik. Ani narigi tentimiz bizni olov ekan 5x tenti. Teleport qiladi. Ani portlatib ko'ramiz. Qo'lda ishga tushdi. Bunga endi necha ball berasizlar? Bundan hamma tentilarga ball berib chiqinglar kommentariyada. Hani endi bu sal o'zimiz tentiga o'xshab ketar ekan, lekin qattiqroq portlaydiganga o'xshayapti. Unchasi lekin yaxshi. Olov ham chiqarib yurar ekan. Qani bunisi ham udorga o'xshayapti chota. Qani WhatsApp Pro Nigger. Mana bularni qaranglar. Endi bunga men 5 dan 8 ball beraman. Hali eng kuchli tentida bilmayman nima bo'ladi. Qani endi kul rangini qanday yorlaydi deb o'ylaysizlar? 1000x ekan, 1000x men bilmayman necha x. Xullas portlatdik. Nima bo'ldi? Voy bu nima bo'ldi? Otvordi ham. Darajalar ko'mirlardan tushayotgan. Gap yo'q. Menlar ham chiziq bo'lib ketgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani bo'lmasam endi bizning eng kuchli tentimizga yaxshiroq joy topamiz. Voy bu meni shilagacha sachilib ketibdi olovlari. Qoyil. Qani mana shu yerda portlatib ko'ramiz. Chuqurroq olsak, o'shanda teleport bo'lmaydi. Qani buni joni ham bor ekan. Mayli boshqasini yo'llatamiz. Qo'ydik, yoqdik, ochdik. Qani nima bo'lar ekan? Yo-mayo. Bu tentini tavsiya etmayman. Chunki dunyoyingiz vayron bo'lib ketar ekan. Mana buni qaranglar. Hech qayerda yo'q-da o'zi. Yer shari yo'qib ketdi. Bu qanaqasi unaqa bo'lishi mumkin? Voy lekin. Mana bu ko'rib turgan tentilaringiz hozirgi men olgan videodagi modning rasmi. Agar video yoqqan bo'lsa like hamda obunani ham esdan chiqarmanglar. Xayr do'stlar, ko'rganda ko'rishguncha deb qolaman.